Moqchiman, adasi hadya qilgan, lekin hozir uni bugungi kunda 5 ta emas, 100 ta ham iPhone olishga qurbi bor, lekin otasi yo'q. 12 iPhone 11 dan ko'ra yaxshiroqmi, sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi? Yangi ochilmagani bor. Qo'rquv tomoni bo'ladi, batareyaga tez tushib ketadi degan narsa bor. iPhone 13 hali ham yaxshi, kuchli iPhone'lardan qatorda turibdi, hali chiqib ketib qolmadi. Bitta telefon olgandan keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlataman deb olishadi. iPhone 12 Pro bo'lmaydi moqchisi, to'g'rimi? Yo'q, bo'ladi. Kimni ishi shu narsa bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa. Nima, mobilograflar misol uchun shunaqa kamerasi. Aytaman, 14 Pro ni batareyasidan ko'ra 13 Pro ni batareyasi amperi kuchliroq. 14 otganda ko'pchilik aytgan 13 og'ir maslahat beraman, 13 14 bo'lmaydi deb. Oxirgisi bilan qolaman degan. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Protochka YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Ekraninglarning qarshisida ismim Nozim, bu yoq kishining ismlari Odil. Xullas, hozir Odil bilan nima qarorga keldik? Odil telefonlarning parametrini hammasini aytadigan bo'lsa, ya'ni biza Protochka showroomiga kelib, mijozlar bugungi kunda qaysi telefonni tanlashyapti? Kim yangisini olyapti, kim ishlatilinganini olyapti? Nima deysiz, Odil? Shunaqa. Ya'ni o'zimman bu yil 2025-yilda o'z qaysi iPhone sotib olishga arziydi yoki umuman arzimaydi? Shu haqida to'liq gaplashaylik-da. Ko'rayotgan odam, misol uchun iPhone olmoqchi bo'lgan odam bu yil biz o'zidagi hamma savollarga shu video orqali javob topsin. Shunaqa. Misol uchun mana SE 4 deyishmadi, 16 Y deyishvardi, lekin baribir ham sotuv uncha bo'lmadi. Tipa kaka o'sha narsani haqiqatdan misol uchun yurmadi yoki nimaga yurmadi yoki nimaga odamlar olyapti yoki nimaga odamlar olmayapti. O'sha narsani shunday aytib beraylik. Nima deysiz? Barcha ko'rsatgan yaxshi-da. Ha, shunaqa. Bo'lmasa boshladik o'rtoqlar. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar. O'rtoqlar, birinchi iPhone 11 dan boshlaymiz. 2019-yil chiqqan, 6 yil bo'ldi bu telefonga o'sha. 6,1 dyumli LCD display, 12 megapikseldan ikkita kamerasi bor. Bionic 13 chipi qo'yilgan, o'sha paytda eng zo'r chiplardan bo'lgan bu. Xo'p, chiqqan paytida legendar telefon bo'lgan. Haligacha ko'pchilik maqtaydi, ko'pchilik ishlatadi. Nozim aka, sizga savol, 2025-yilda iPhone 11 o'zi sotib olishga arziydimi yo'qmi? Klientlar o'zi qanaqa talab bo'lyapti hozir bu telefonga? Xo'p, Odil, mijozlar o'zi iPhone 11 ga qanaqa reagirovать qilishyapti? O'rtoqlar, iPhone yangisini, ya'ni 11 yangisi bugungi kunda hali ham bor. Где-то 470-480 dollarni, 500 dollarlar atrofida. Yangi ochilmagan. Serial nomeri orqali, bemalol o'zini sayti orqali tekshirganimizda ham ana mana aktivatsiya qilgin deydi, agar telefon yoqilmagan bo'lsa. Xuddi shunaqasi bor, yangisi. Lekin 500 dollarga sizlar iPhone 11 olgan bo'larmi deyiladigan savol bor. O'rtada hozir iOSlar misol uchun mana obnovleniyalar chiqib ketyapti. Bilasiz, baribir ham sekinlashishni boshlaydi. Sekinlashib ketgandan keyin o'zi hozir o'zida ham sekinroq-da. Meni tavsiyam mijozlarni bugungi kundagi o'sha Protochkada bo'layotgan jarayonlarni ko'rib kuzatib turaman. Yaqinroqda mana ko'rsatishni ham xohlardim. iPhone 11 holati zo'r ekan, lekin 240 dollar. Da, 240 dollar ekan. Misol uchun 200 dollarga yoki 250 dollarga da olib ishlatsa bo'ladi. Misol uchun Samsungdan A35 adashmasam shu diapazonda turadi. Narxi bo'yicha A35 olgandan ko'ra da yaqin. 240 dollarga buni olgan yaxshiroq deb o'ylayman. Misol uchun o'zingiz fikringiz qanaqa? Misol uchun Androiddan ko'ra iOS ko'pchiligi qulayroq qotmasligi. To'g'ri. Endi misol uchun qara, 2019-yil chiqqan Android bo'lsa, uni o'ylab ko'rish ham kerak-da. Olish kerakmi? Chunki bari yilini hisoblasa, 2019-yil chiqqan telefon bu, 6 yillik telefon. Hozir kimdir 6 yillik Androidni olib ishlatsa, uni iPhone 11 bilan solishtirsa, baribir iPhone 11 yutib chiqsa kerak. Shunaqa. Tezligi, ishlash tomonlama, kamera sifati haligacha misol uchun ancha yaxshi. Shu 19-yilgi Androidlardan ko'ra deb o'ylayman. Misol uchun. Zo'r, misol uchun bu hozir qarang, Nozim aka 240 belgilangan ekan, 74 Yonks. Lekin minusi ham bor deb o'ylayman-da. Misol uchun Yonksda sal tushib ketgan bo'lsa, ko'p ishlatish olmaydi endi misol uchun. Xo'p, Yonksda Odil mana misol uchun muammo emas o'zi. Qanaqa ma'noda muammo emas? O'zi nimadan tushadi degan savolga birinchi javob beraylik. O'rtoqlar, versiyani ko'targaningizda, obnovleniya qilgan paytingizda Apple ga bitta telefonni ancha vaqt ishlatganingizda невыгодный. Ya'ni biza bitta telefonni olgan paytimizda 15 oldingmi, 16 ga o'tishimiz kerak. 14 oldingmi, 15 olishimiz kerak. Apple o'zi xohlaydi, bari yangi sotishimizni. Apple'da marketing va данныйlar, ya'ni raqamlar juda ham zo'r razrabotka qilingan. Shuni hisobiga batareyasi tushib ketadi, sal chuqurlashib ketib qoldik. Batareyasi tushib ketadi, obnovleniya qilayotgan paytingizda biz nima tavsiya qilamiz? Olib ishlatib ko'ringlar birinchi. Ishlatilayotgan paytda batareyasi baribir ham bilinadi. Foydalanib ko'rgan paytda unaqa bo'lmashi ham mumkin.
И batareyani almashtirib yuborsanglar ham bo'ladi, chunki batareyani almashtirib yuborish misol uchun aksessuar kiradi, ko'pchilik ana ochilgan bo'lib qoladi-yu degan xayol bor. Ya o'rtoqlar misol uchun shunaqa agar protsessorga yo nimadirga ana zaminiyat qilinsa, telefonga ta'sir qiladigan detal bo'lganida, da men ham fikringizga qo'shilgan bo'lardim, tegmanglar yoki olmanglar bu narsani deb. Lekin batareya baribir ham bilasiz, odil aksessuarga kiradi. Olib, tagida o'zini skotchi bor, shu skotch shunday yulib, joyiga yangi batareya qo'ysa almashtirsa bo'ladi. Yo, endi buni so'raganim bekorga emas, просто mana ko'pchilik iPhone ni olish ishlatishdan ozgina qo'rquv tomoni bo'ladi, batareyaga ses tushib ketadi degan narsa bor-da. Misol uchun mana bu narsa o'zi asli Androidda ham bor-ku, yo'mkis tushish degan narsa. Ko'pchilik mana shu narsani sal xotir qiladi. Men atrofimda ko'p ko'rganman shu narsani. Odamlar yo'mkis tushib ketadi, eski iPhone yo'mkis tez tushib ketgan bo'ladi, o'zi tushib ketgan bo'ladi, eski iPhone'larda bu bo'ladi. Misol uchun olgim kelmaydi yoki foydasi yo'q, undan ko'ra Android yaxshi degan fikrlar ham bor-da. Hop, meni fikrimga keladigan bo'lsa, misol uchun men nima qilgan bo'lardim, agar telefonning holati zo'r bo'lsa, ochilmagan bo'lsa, remont bo'lmagan bo'lsa, olib ishlaturgan bo'lardim, chunki bilasiz, baribir ham savdodan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, ya'ni do'kondagi showroom pozitsiyasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, ko'pchilik qo'yniga olib olganda, bilmayman, shunaqa odamlarga ana uchrab qoladi, shunaqasi biz ham xohlamaymiz, u ana texnika, lekin shunaqasi chiqib qoladi. Demoqchiman, ana yaxshi niyat qilib ovurish kerak, chunki baribir ham protochkada har bitta ishlatilgan telefonga 6 oy kafolat, 3 kun ichida yoqmasa, telefonni o'zini puliga qaytarib olamiz. Shunaqa plyuslari ham bor. Ana demoqchiman, mijoz bu yerda baribir ham hech narsa yo'qotmaydi. Bemalol olib foydalanish kerak. Asosiysi baribir ishlatishga olishyapti. Shunaqa. Nozimaga bo'lmasa iPhone 11 haqida yaxshi anaqa maslahatlar berdingiz. Endi iPhone 12 haqida ozgina gaplashib o'taylik. Ana 5S chiqqanda, 5 chiqqanda ana uni qirrali bo'lib chiqqandi. Undan keyin bu narsa yo'qolib ketdi. iPhone 12 da yana shu narsa dizaynda qaytgan, bir boshqacha chiroyli bo'lib chiqqan iPhone 12 ham 2020-yil chiqqan. Bu yil 5 yil bo'ldi bu telefonga. Xo'p, bu Bionic 14 chipi qo'yilgan, bunga A14 chipi qo'yilgan, 2020-yil chiqqan 5 yillik telefon. Sotib olishga arziydimi yoki kamerasidan esib o'tib ketdik. Bunda lidar texnologiyasi ham ishlatilgan, skaner qiladigan va 3 ta 12 megapikselli kameralari bor. Xo'sh, Nozim aka, nima deb o'ylaysiz? 12 iPhone 11 dan ko'ra yaxshiroqmi, sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi? Xo'p, Odil buni ham qisqacha qilib agar aytadigan bo'lsak, 12 Pro, 11, masalan uchun iPhone 13 Pro gacha agar telefonning holati zo'r bo'ladigan bo'lsa, sotib olishga misol uchun arziydi. Lekin telefonning holati 5 yil bo'lganini hisobiga yomon bo'lib ketgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Yomon bo'lib ketganidan keyin uni ikkinchi bu o'sha telefonlarning yangisi yo'q-ku demoqchiman. Baribir ikkinchi qo'l bo'lib olinadigan telefonlar. Ikkinchi qo'l bo'lib olinadigan telefonlarda o't-o't remont bo'lgan bo'lsa yoki yaroqsiz holatlarga o'zi kelib qolgan bo'lsa, buni o'sha olayotgan mijoz xarididan keyin xarididan ko'yni to'lmaydi, pulini oqlamagandan keyin 12 Pro dan ham ko'yni qolib ketishi mumkin demoqchiman. Agar qarab yaxshirog'ini olmaydigan bo'lsa, 5 yillik telefonni shuning uchun tavsiya beraman. Tuzurog'ini, yaxshirog'ini olish kerak. Qidirib shoshmasdanroq olish kerak deb o'ylayman. Ikkilamchi telefon bo'lganiga. To'g'ri. iPhone 12 Pro bo'lmaydi demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, bo'ladi. Misol uchun qarab olish kerak, 11, 12, mana shu 13 gacha bo'lgan pozitsiyalarda qarab olish kerak, chunki ular baribir ham shu 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik model bo'lganini hisobiga qarab olish kerak. Men shunaqa fikrdaman. O'zingizlar qanaqa fikrdasizlar? Men ham kommentarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Shunaqa. Men ham aytayotgan fikrlarimni showroomdagi mijozlarni tanlovidan, ularni misol uchun muhokamasidan kelib chiqqan holda aytaman. Ana o'zimning fikrim emas, hamma yoqdan yig'ib, keyin yetkazib bera olmayman. Mijozlarning fikrlari, shunaqa mijozlarning fikrlari. Xo'p, iPhone 12 hozir mana 11 ni yangisi topsa bo'ladi deysiz-ku. Buni qanaqa, misol uchun yangisini olmoqchi bo'lgan odam baribir ozgina bo'lsa ham ishlatilganini oladi. Ya'ni yangi 12 yo'q. Buni bugungi kunda hozir yo'q, lekin qidirsa, misol uchun harakat qilsa topsa bo'ladi. Telefon bilan mana misol uchun kimdirning qanaqadir xotiralari bor. O'zi men shunaqa deb o'ylayman. Nimaga odamlar misol uchun 11 yoki mana 11 hozir dostupniy bo'ladigan bo'lsa, bu dostupniy emas, lekin narxi 11 dan 2 barobar qimmatroq chiqib ketsa ham yangisini bir xil oladi. Kimdirni o'tmishida misol uchun xotiralari bor-da, o'sha narsa bilan bog'lab turadigan. Menda shunaqa fikr bor. Bo'lmasa yoki kimdir yangisini olib qiziqish shuna mana qiladi-da.
deb o'ylayman. Ya'ni o'sha paytlarni nimadir eslatadi-yu, yangisini olib ishlatayotganda. Menda shunaqa fikr bor. O'zingizlar nima deb o'ylaysizlar misol uchun? Sizlar misol uchun yangi 12 Pro ni topganingizda 4 yil orqada sizlarning qanaqadir o'tmish yili bo'lsa, shu o'tmish yillarni eslagan holda olgan bo'larmidinglar yoki sizlarni nima majbur qiladi? Shu telefonni 2 barobar yoki 3 barobar puliga sotib olgani. Siz qiziq savol misol uchun. Zo'r, ana o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin mantiqan olib qarasa to'g'ri. Misol uchun kimdandir esdalik bo'lgan bo'lishi mumkin, yaqin odamni ishlatgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha imonni o'sha model bilan qanaqadir yaxshi voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha odamga o'sha modeldagi iPhone ni ko'rsa, yaxshi anaqa bo'lishi mumkin. Kimdir misol uchun birinchi bo'lib institutga kirgan paytida adasi 12 Pro olib berganda, lekin bugungi kunda otasi hayot emas misol uchun. Bog'liq bo'lgan xotiralar ham bor, misol uchun. Mo'xchiman adasi hadya qilgan, lekin hozir uni bugungi kunda 5 ta emas, 100 ta ham iPhone olishga qurbi bor, lekin otasi yo'q. Misol uchun ana shunaqa joylari bor, o'sha narsani eslab ham oladimi yo qanaqadir xotira deb o'ylayman-da men. Zo'r fikr bo'ldi, yaxshi. Qo'shilaman. Keling Nozim aka, narxini ham aytib o'tib ketaylik-da, birato'la endi ko'rayotganlar bari narxiga qiziqadi-yu. Xo'p, mana 11 $240 deydigan bo'lsak, bugungi kunda ko'rsatsangiz bo'ladi. $300 turibdi. Holat yaxshisi bo'lgan 12 Prolar, bundan arzonrog'i ham bor. Holat yaxshi bo'lganlarni o'zi harakat qildik yig'ib olib kelishga, chunki sostoyaniyasi ideal bo'lsin dedik. O'sha narsani yetkazib beramiz xalqqa. O'rtacha 300 atrofida deb. Shunaqa, o'rtacha 300 atrofida. Lekin bu ham o'zini puli noqulay deb o'ylayman Samsungga qaraganda. Siz qanaqa fikrdasiz? Xo'sh, 300 ga bo'lsa, zo'r, 300 ga iPhone. Men misol uchun mana birinchi iPhone'imni 300 ga olganman-da. iPhone XR mi? O'sha model edi. X bilan chiqqan modeli 300 ga olganman. Nechinchi yil esimda yo'q, 2020 lardan keyin 2021 2022 olganman. Lekin o'sha XRlarning batareyasi yomon qattim bo'lardi. Esla olasiz. Zo'r ancha ketib beradi. 11 bilan ko'p tomonlama bir xil edi o'sha telefon. 11 ga yaqin telefon edi. 300 ga olganman va o'sha paytda 300 ga boshqa yaxshiroq Androidlar ham bor edi, ishlatsa bo'ladigan, lekin o'sha paytda XR olganimdan afsuslanmayman. Mazza ishlatganman. 1 yil zo'r xizmat qilib berganman. Keyin sotib olganman u. Mazza ishlatganman. Misol uchun arziydi deb o'ylayman. Yana bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Menimcha bu ham o'zimning shaxsiy fikrim. Har doim misol uchun iPhone ishlatilganini yaxshisini olsangiz yoki ishlatilgan iPhone olganingizda ham любой moment sota olasizda. Plus minus где-то $50 farqiga yoki $30 farqiga. To'g'ri. Tashlab olmaydi. Misol uchun 16 Prolardan yo 15 lardan $100 yo $150 farq qilishi mumkin qimmatchi model bo'lganiga. Lekin bular уже tashiydigan narxini tashab olganda. Bular уже farq qilsa misol uchun $30 yo $50 farq qilishi mumkin. Davom etamiz o'rtoqlar. Bizda endi iPhone 13 va iPhone 13 Pro Max ikkalasini ham baravar ketma-ket olib ketaveramiz Nozim aka. Xo'p, iPhone 13 2021-yil chiqqan. To'g'ri aytdimmi? 2021 chiqqanmi? Shunaqa. O'sha mana 4 yil bo'libdi. Lekin men o'ylayman, misol hozir men Nozim aka fikrlar aytadilar, lekin men o'ylayman iPhone 13 hali ham yaxshi, kuchli iPhone'lardan qatorida turibdi, hali chiqib ketib qolmadi u. Hali ham yaxshi telefon. Xo'p. Batareyasi yomkisi 3265 atrofida, iPhone 13 o'zida, 13 Pro Max'da batareyasi 4400 ampere. Bu ancha katta batareya bo'lib chiqqan o'sha paytda ham. Ikkalasida ham 12 megapikseldan kameralar bor, bittasi Pro Max'da 3 ta, 13 o'zida faqat 2 ta kamerasi bor. Xo'p, Nozim aka 13 ga talab qanaqa bo'lyapti hozir? 13 o'ziga, Pro Max'ni keyin aytib berasiz, 13 o'ziga. Xo'p, bugungi kunda 13 ga talab yomon emas. Albatta buni ham narxi o'sha o'zida ushlab turgani talab bo'lishi narxi. O'rtoqlar buni korpusiga keladigan bo'lsa, o'zi alyumin bo'ladi, 13 Pro bilan farqi, lekin protsessori bittasi bo'ladi. Birinchi kamera gorizontal ko'rinishda deydimi, qarama qarshi turishi mana shu 13 ta bo'lgan. Ungacha ustma-ust bo'lardi, ikkita kamera. Yollamachasi bo'lardi, 11 da ham, 12 da ham ustma bittasi tepada, bittasi pastda turardi. iPhone 13 da kamerani joyi o'zgardi, protsessoriga misol uchun yaxshiroq upor berishdi. Nержавейка korpusga misol uchun baquvvatroq bo'ldi 12 ga qaraganda. Chunki protsessorni HSMdan chiqibdi. Bunda A15 Bionic chiqqan, ancha kuchli protsessor bo'lib chiqqan shu paytda. Shunaqa. Xo'p, o'zi A protsessor bilan, ya'ni misol uchun o'zi Apple'da protsessori o'zi boshqa protsessorlarga qaraganda, MediaTek, Snapdragonga qaraganda yaxshiroq, kamroq qiziydi demoqchiman. To'g'ri. MediaTek baribir ham Xitoy protsessori hisoblanadi, shunga ko'proq qiziydi.
To'g'ri, iPhone'ga ham ko'proq nagruska bersa qiziydi. Asosan o'zi o'yin o'ynayotgan paytda. Nima deysiz, shu fikrga qo'shilasizmi? To'g'ri, o'yin o'ynaganda bo'ladi baribir bu narsa. Boshqa hamma telefonda ham o'yin o'ynaganda baribir batareykasi ko'proq sarflanishni boshlaydi, o'yinga ketayotgan energiyasi. Men nima deb o'ylayman, o'sha o'yin o'ynayotgan paytda o'zi ham internet ishlaydi. Internet ishlaydi, radio blokli ishlaydi. Protsessorga misol uchun maksimal darajada nagruska beriladi. Grafika ham ishlaydi u yoqda, o'yin bo'lgan hisobiga. O'shanga batareya ham ko'proq ketadi deb o'ylayman. Protsessor ham internet ham yeganlik hisobiga. Hop, telefonga qaytadigan bo'lsak, iPhone 13imiz bugungi kunda $300 atrofida turadi. $300 dan $350 gacha. 13 Pro bilan 13 Pro Max ga keladigan bo'lsak, 13 Pro Max lar ham $400 yo $350 atrofida примерно. 13 uzr o'rtoqlar, 13 Pro ga keladigan bo'lsak, $350-400 atrofida, 13 Pro Max ga keladigan bo'lsak, $500-550 atrofida. O'zi ko'pchilik 13 Pro bilan yoki Pro versiya bilan Pro Max so'ragan paytda nima farqi bor desa, razmerida deb javob berishadi. Misol uchun jeta 1 santimetrlar farq qiladi. O'rtoqlar Pro bilan Pro Max batareykasidan tashqari kamerasida ham farqi bor. Kamerasida ham farqi bor, misol uchun. Ishlatib ko'rgan, foydalanib ko'rgan paytda iPhone foydalanuvchilari bemalol bu narsani sezishligi mumkin. Bilasizmi, misol uchun yangi iPhone chiqqanda yoki yangi protsessor chiqqanda millisekundga tezlashadi. Sekunddan emas. O'sha ekrandagi bo'layotgan hodisalar, gertslar yoki ikonkalarning yurishi millisekundga tezlashadi, lekin o'sha narsani ham iPhone foydalanuvchilari bemalol sezadi. Birinchi bo'lib qo'liga olganda. Misol uchun 15 Pro Max dan 16 Pro Max ga o'tsa, bitta bundoq qilganning o'zida farqi bor-da. Xuddi shunaqa nima deydi, jonli misol aytib ketaman. Mana o'zimda 14 Pro ishlataman o'zim. Keyindan beri ishlataman. Chiqqanda birinchi olganimda rostdan ham bilingan tez ishlash, chunki undan oldin ham iPhone ishlatardim. Bittada bilingan farqi kontrast deydi, bittada bilingan yaxshi ishlagan, juda tez. Mana hozir 15-16 ishlatayotganlarni telefonni olib ishlatib ko'raman. 16 boshqacha baribir qanaqadir. Farq katta seziladi. Endi misol uchun xarakteristikasini ko'rib chiqsanglar, juda katta farqi yo'q baribir. Misol uchun ekran gertsovkalarida boshqalarda, lekin yangi iPhone'lar baribir millisekundlarga tezroq ishlashi bu haqiqat deb o'ylayman. Keyin 13 lineykalarda mana misol uchun eng katta plyusi yana nima deb o'ylayman? Mana shu 14 telefoni chiqqanda, ya'ni 14 Pro, 14 Pro Max telefonlari chiqqanda, odamlar mana shu 14 Pro Max sotib, qaytib 13 Pro Max ga o'tishgan. Shu joyini eslatib ketish kerak, chunki bu ham baribirga 2021-2022-yilda bo'lgan hodisalar, 3-4 yil bo'lib qoldi. To'g'ri. Nimaga deydigan bo'lsanglar, 13 iPhone lineykalaridagi 13 versiyalarda batareykasi 14 ga nisbatan ancha kuchliroq chiqqan. Shuni hisobiga odamlar 13 Pro Maximdagi yoki 13 Pro dagi batareykasi zo'rroq edi, menga bir kunga bemalol yetardi deb $100-150 yutqizishga qo'rqishmagan mana shu. To'g'ri. Mana 14 Pro ni o'zida men aytaman, 14 Pro ni batareykasidan ko'ra 13 Pro ni batareykasi amperli kuchliroq. Shu fakt bor, shunaqa, to'g'ri. Manda ham bo'lgan, 14 otganda ko'pchilik aytgan 13 og'ir maslahat beraman, 13-14 bo'lmaydi deb. Oxirgisi bilan qolaman degan. 14 bilan qolaman. Oxirgisi bilan. Endi biroz yangi bo'lgan, 13 yangisini topolmaganman, korobkada ochilmagandi. O'shaning uchun yangi bo'lsa ham 14 ola qolay deb olganman, lekin o'shanda deyarli hamma sotuvchini o'zi ham 13 olganingiz yaxshi deb o'sha paytda maslahat berishgandi. Bo'lgan narsa bu. To'g'ri. Xo'p, demak 13 haqida oxirgi fikringizni ayting, Nozim aka, arziydi yoki arzimaydi? 13 haqida mana misol uchun 13 Pro Maxlarda arziydi. Bugungi kunda misol uchun hozir aytasiz-ku 14 dan yaxshi bo'lib chiqqan deysiz-ku. 14 dan oldin chiqqan bo'lsa ham hozirgi kunda qanaqa? Bugungi kunda arziydi olishga. Mana bu modellardan uje boshlab tepasi nisbatan iOS yangilangan taqdirda ham muddati, ya'ni xizmat qilish muddati ko'proq yetgan hisobiga 2-3 yil, ya'ni yangi iOS'larni qadrsizlik qiladi baribir. Baribirga ham ko'pchilik texnika bilan foydalanuvchilar ko'p foizi deb o'ylayman, bitta telefon olgandan keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlataman deb olishadi. Ko'pchilik tezroq almashtiradi, to'g'ri. 14 oldim, endi 15 olaman, 15 oldim, 16 olaman deydi. Unaqa kam. Kam, shunaqa. Ko'pchilik bitta olib, ko'proq ishlatganning hisobiga 13 Pro Max ni tavsiya qilaman. Nozim aka, bo'lmasa mana 14 Pro ni Pro Max ekan bu, Pro Max. Men shu haqida gaplashaylik. Mana hozir aytdik, 13 dan ko'ra yaxshi emas, 13 bundan yaxshiroq bo'lib chiqqan deb aytamiz. Endi qarang. Xo'p, bu deylik chiqqan paytida protsessor 13 dan ko'ra yangi bo'lib chiqqan. A16 Bionic chip qo'yilgan, batareykasi 4200 atrofida adashmasam, Pro da 3200.
14 Pro'da. Batareykasi ham yaxshi, ancha katta, misol uchun. Lekin nimaga misol uchun 13 bilan solishtirganda Setos 13 yaxshiroq 14 dan ko'ra deysiz. 14 da ham pluslari bormi, sanab bering? Hop, o'rtoqlar 14 plusga keladigan bo'lsa, protsessoridagi o'zgarish, kamerada katta o'zgarish bo'lgan, batareya bo'yicha iPhone 13 Pro Max dan o'sha hali aytib o'tganimizdek, ozgina ortda qolgan. Yangi Deep Purple rang qo'shilgan bu yoqda. Black rangi ham o'sha yili, lekin zo'r chiqqan anaqalardan bo'lgan. Mana shu blackmi yo bu greymi? Black. Mana shu rang. To'q qora bo'lib chiqqan, chunki undan oldin 12 larda misol uchun Pacific Blue degan ranglar bo'lgan. 13 da misol uchun Sierra Blue ga o'tganmiz ekan. Mana shu rang. Yangi ranglarda. O'zi iPhone har yili bitta model chiqarayotgan paytda bittadan yangi rang qo'shib, orasiga 3 ta anaqa bo'lgan. Marketingda ham. Shunaqa. Imminni mana shu 13 larga kelganimizda 8-mart kuni yashil rangini prezentatsiya qilgan, ya'ni green degan rang chiqqan. Esingizda bo'lsa, qo'limdan tushib ketdi hozir. Hop, green degan rang chiqqan. 8-mart kuni prezentatsiya bo'lgan o'sha telefonni esla olayman. 14 ga keladigan bo'lsa, hop, 14 larda bizda o'zgarish o'zi biz minilarni ham aytib o'tib kerak edi. Uni pluslar bilan birga aytamiz deb esingizda bo'lsa hozir plan qilgan edik. Hop, o'rtoqlar 12 mini bilan 13 mini qolib ketib qoldi. Razmer jihatdan iPhone 6 ni eslatadigan kichkina bo'lib chiqqan, misol uchun kichkina bo'lgan, slabiyroq. Lekin men o'shani eslolmayman, aniq 5S bilan yoki iPhone 6 bilan solishtirib ko'rgan edim. Razmeri bir xil, lekin iPhone 5 dagi ham ikkita chetida bu yoqda tepasida oldin ramkalari bo'lardi. iPhone'larda o'sha ramka yo'lligini hisobiga razmeri bir xilda, lekin ekrani kattaroq bo'ladi. Da. O'sha minilar ham ko'pchiligi lekin qulaylik yaratgan deb o'ylayman. Ko'pchilik yani ikkinchi telefon qilib ishlatishni ko'p ko'rganman. Minilarni minus tomoniga keladigan bo'lsa, batareykasi vashcha slabiy bo'lgan, lekin telefon jihatdan ishlatib foydalanishga zo'r telefon bo'lgan. Ikkinchi telefon qilib foydalanishga zo'r bo'lgan. Xuddi shunaqa. Lekin 14 larga keladigan bo'lsak, 14 lar ham yomon emas. 14 o'zi pluslar, alyuminiy korpus bo'lgani bilan bemalol misol uchun olib foydalanishga yaxshi telefonlar deb o'ylayman. Siz fikringiz qanaqa 14 lar to'g'risida? Xo'p, men aytgandek o'zim 14 ishlataman. Pro Max emas, Pro'ni o'zi, lekin 2 yildan beri ishlatayotgan bo'lsam, to'g'risi muammo bo'lmadi. Mazza qilib ishlatdim. Yana ishlatmoqchiman hali beri. Hali beri yangilash planim yo'q, lekin 13 bilan solishtirib ko'rganda baribir men 13 tanlagan bo'lardim. O'sha paytda ozgina o'tgan, shu 13 olsam bo'larkan degan narsa ozgina o'tgan, lekin tan olaman. Xo'p, 14 larni agar samimiy fikr aytadigan bo'lsam, 14 ga 14 pluslar to'g'risida telefon to'g'ri, misol uchun protsessor bir xil bo'lishi mumkin, korpus alyuminiy, o'shani hisobiga arzonroq deb o'ylaymiz, lekin o'rtasidagi farqiga keladigan bo'lsak, pludiga demoqchiman. Farqiga keladigan bo'lsak, Pro bilan men Pro olgan bo'lardim. 14 Pro. 14 Pro olgan bo'lardim. Agar 14 plus misol uchun 14 Pro $1000 turibdi, lekin 14 o'zi bilan 14 plus $800 bo'ladigan bo'lsa, men uchun $200 qo'shib Pro versiyasini olgan bo'lardim. Agar narxi bo'yicha где-то $600-650 bo'lsa, misol uchun $300 yo $400 yo $500 farq qilsa, da, to'g'ri, unda 14 bilan 14 plusni tavsiya qilgan bo'lardim. O'rtasidagi diapazondagi narxi unaqa katta emas-da, birato'g'ri Pro olgan yaxshiroq deb o'ylayman. O'rtacha hozir 600 atrofida ham shunda 14 Pro'lar. Bugungi kunda Pro Max'larda shunaqa 600 lar atrofida, Pro lar keladigan bo'lsak, $450-500 atrofida, yaxshi holatlilarini 550 gacha ham olishsa bo'ladi. Hozir yangisini topsa bo'ladimi, yo'qmi 14 Pro? Bugungi kunda topsa bo'ladi, lekin o'sha haliga aytib o'tganimdek, u ham где-то $900,000 atrofida bo'lishi mumkin. Yangi 15 yoki 16 olgan ancha yaxshi. Mana o'rtoqlar shu joygacha iPhone 11, 12, 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'ni ko'rib chiqdik, umumiy fikrlarimizni aytdik. O'rtoqlar, sizlarda ham mana shu telefonlar haqida qanaqadir fikrlar, misol uchun pluslar yoki minuslari bo'lsa, kommentda o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar. Endi biz iPhone 15 va iPhone 16 larga sekin o'tamiz. Bizda iPhone 15 Pro Max birinchi Titan korpus bilan chiqqan. Ko'p bo'lmadi, chiqqaniga endi 2 yil bo'ldi. Oxiridan bitta oldingi iPhone. Batareykasi 3650 ampere. Mana 13, 14 lardan ko'ra buni batareykasi ancha balandroq darajasi. Pro Max ham xuddi shunaqa. Xo'p, kameralarda ham yaxshigina o'zgarish bo'lgan. 48 megapiksel bunda ham qo'shilgan, o'zi 14 da ham qo'shilgandi. Buni o'tib ketish esimizdan chiqibdi. iPhone 15 da ham 48 megapikselli kamera, keyin mana bu joyga action button qo'shilganda yoniga har xil funksiyalarni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi.
Zo'r, yangi haligacha ishlatishga juda ham mos deb o'ylayman. Haligacha ana o'zini anaqasini yo'qotib qo'ymadi. Yangilarini ancha topsa bo'lsa kerak. Nozim aka, nima deysiz? Klientlar hali ham 15 olyaptimi yoki 16 ga o'tib ketishdimi? Xo'p, bugungi kunda mijozlar iPhone 15 Pro Max haligacha olishyapti. Bu telefonlarga talab hali ham bor, lekin mana shuncha hozir 11 dan boshlab kelyapmiz. Hamma telefonlarning основной pluslarini aytishga harakat qilyapmiz. Bu cho'zilib ketmasin degan fikrim bor. 15 ga keladigan bo'lsa, Apple o'zi eng zo'r qilib kelgan narsasi bu telefonlarning dizayni. To'g'ri, katta o'zgarish qilmagan, har safar prezentatsiya qilayotganda "Vau" degan yoki shov-shuvlar chiqadi. Lekin o'zimni olib qarasa katta o'zgarish yo'q. Misol uchun, iPhone 12 Pro dan boshlab, misol uchun, bu yoqqacha yurib keladigan bo'lsa, katta o'zgarish yo'q. Men nimaga bu narsani aytib o'tib ketyapman? Chunki iPhone 5s da misol uchun отпечатка bo'lib, zo'r o'zgarish bo'lgan. Barmog'imda misol uchun 5s da ochilar ekan desa, "Yo'q, unaqasi bo'lishi mumkin emas" degan narsalar bo'lganda. Keyin undan keyingi pluslarga keladigan bo'lsa, misol uchun iPhone 7 da Jet Black rangi chiqqan. Ha. Undan keyingi plusga keladigan bo'lsa, iPhone 7 Plus da portret qilib olishi kamerasi misol uchun shunaqa ratsional kameralardagi olishi. Nu zo'r prям kamera bilan tenglashtirib bo'lmaydi-yu, baribir ham iPhone'ni o'sha paytdagilarini misol uchun nisbatan o'shanga yaqinroq qilib olgan. Shuning uchun talablar zo'r bo'lgan. Undan keyin yangilik keladigan bo'lsa, уже iPhone X dagi Face ID orqali, ya'ni yuziga qarab ochar ekan desa, yo'q, nima deyapsan? Уже 3D skaner qilgan. Shunaqa rasmga qarab ochar. Даже ani aytgan-ku reklamada ham, prezentatsiya paytida ham даже Hasan Husan bo'lsa ham ochmaydi. To'g'ri. Agar shunaqa joylari bo'lsa-chi deyilgan fikr bo'lgan mijozlar tomonidan, ochmaydi, yuzni skaner qiladi. O'sha payt men esla olaman, iPhone S8 Plus degan modellar S9lar chiqqan edi, o'sha iPhone X chiqqan yilida. Ularda oldinroq chiqqan, o'zi har doim Samsung yangilik qilish bo'yicha oldinroq ketadi. iPhone darabotka qiladi deb o'ylayman men. O'sha narsani sifatini darabotka qiladi. Ko'z rasmi turardi shu payt, Face ID-ni o'rniga bunday ko'z bilan qarab, keyin ochilinadigan. Lekin iPhone'niki undan zo'rroq ishlaydi baribir. To'g'ri. Endi ungacha ham bo'lgan o'zi yuz bilan ochadigan funksiyalar boshqa telefonlarda. iPhone'da o'sha 3D skanerni qo'shganda yuzingizni siz bo'lmasangiz boshqa egizagingizmi yoki rasmingizmi boshqachasiga aldab bo'lmaydi. Rostiga yuzingizni qo'shgan. Yuzni qisqacharoq qilib aytganda gologramma qilgan xuddi shunaqa. Xo'p, 15 gacha mana keldik. Demoqchiman 12 Pro dan boshlab 15 gacha, hali 16 gacha ham desa bo'ladi, unaqa katta o'zgarish yo'q. Lekin 15 Pro Max da kamera bo'yicha, misol uchun batareya bo'yicha o'zgarish borda. iPhone 15 Plus, misol uchun 15 Plus da o'rtada prezentatsiya bo'lgandan keyin sariq rangini ham chiqarib ko'rdim, misol uchun o'tgan yili uchmadi. Undan oldingi misol uchun qizil 14 da chiqmaganmi bu sariq rang? Adashmasam 15 Plus da edi u. 15 da edi u. Yo'q, men adashdimmi? Bo'ldi. Yoki 14 kim bilsa, mayli, o'zligiga aqlsin, kim bilsa komment yozib ketinglar. 14 damdi, 15 damdi. Xo'p, davom ettiring. Xo'p, keyin 15 Pro Max ga keladigan bo'lsak, misol uchun kamera bo'yicha, batareya bo'yicha zo'r deb ayta olaman, o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam. Bugungi kunda haligacha 16 Pro Max ga o'zim ham o'tganim yo'q. 16 Pro Max ga o'tish sharoit ham bor, lekin qani 15 Pro Max hozircha shunaqa. Mana misol uchun tanlovga kelaylik. Tanlovni ham yoritib o'tib ketaylik. Misol uchun 16 olgan bo'lardim, men 15 mi? O'zim agar shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, budjetim agar $800 atrofida bo'lganda, men ishlatilgan 15 Pro Max olardim. Agar imkoniyatim zo'r bo'lib, misol uchun qo'limda 1000 dan oshiq pul bo'lsa, birato'la 16 Pro Max olardim. Nimaga degan savol bor. 17 chiqqanida, 17 chiqqanda almashtirishimga osonroq bo'ladi. Ikkinchisi, misol uchun unaqa katta farqi yo'q deyman-ku hozir. Lekin kamera bilan batareyada katta farqi bor. 16 da. Agar kimni ishi shu narsa bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa. Mobilograflar misol uchun shunaqa kamerasi. Endi men kun davomida baribir ham stories qo'yaman, qo'ysam, frontalkada emas, основной kamerada olganimni hisobiga menga o'zgarish yo'q. Lekin kameraga qat'iy talab qo'yadigan insonlar уже birato'la 16 Pro Max olishsa bo'ladi degan fikrni bildira olaman. O'rtacha narxi necha bo'lyapti hozir? Misol uchun mana 8 ga 15 Pro olgan bo'lardim dedingiz. Yangilarini hozir topsa bo'ladimi yoki yo'qmi? O'rtacha narxi qancha o'zi? Xo'p, 15 Pro ga keladigan bo'lsak, bu qo'limdagi Max o'rtoqli 15 Pro ga keladigan bo'lsak, bugungi kunda 600, 650, 750 gacha
batareykasini foizi sikliga qarab Ancha tushib qolibdi lekin narxi. shunaqa ancha tushib qolgan. Yengisiga keladigan bo'lsa 15 Pro'ni 900 dan 980 dollargacha. Yangisini topsa bo'ladi. Hozir narxi nimaga unaqa keskin farq qilishini ham tushuntirib o'tib ketaman. Bitta zo'r fishka bor edi, o'sha yillarga olib kiraman hozir sizlarni. Xo'p, 15 Pro Max ga keladigan bo'lsa, ishlatilinganlar 750 dan 900 gacha. Bugungi kunda yengisiga keladigan bo'lsa 1100. Narxi nimaga bunaqa keskin farq qiladi? Xo'p, o'rtasidagi farqmi? Katta raznica demoqchimisiz? Bularda o'sha shunaqa farq qiladi. 16 larda misol uchun 100 dollar farq, yo 120 dollar farq qiladi. Bularda kam farq qilishini sababi bularda 20 martadan 50 martagacha zaryadka qilingan bo'ladi telefon ishlatilingan. O'shani hisobiga. Ana odamlar aytadi 100 dollar farq qilar ekan, baribir yangisini olgan yaxshi deydi-yu. O'zi ishlatilingan 16 lar ham o'zi unaqa ko'p bo'lmadi. To'g'ri. Chiqqaniga o'zi hali 1 yil bo'lmadi. Shunaqa sentabr oyida misol uchun prezentatsiya bo'lgan bo'lsa, shunaqa martgacha hozir mana 6-7 oy bo'ldi. Shunaqa. Xo'p, keyin yana 15 dagi bitta zo'r hozir narsani eslataman. O'sha yillarda esla olayman, men butun men yoshligimdan boshlab amerikanskiy region ishlatib kelganman degan mijozlarning bitta toifasi bo'lgan. Ular katta protsent satnosheniyani tashkil qilishgan. Mana shu telefonga kelib yo'q bo'lib ketdi o'sha mijozlar. Nimaga? Xo'p, yesim bo'lgan hisobiga. Yesim bo'lgan. Da, yesim bo'lgan hisobiga bu mijozlarga misol uchun bir qancha noqulayliklar taqdim qildi. Ani bizning oldimizga da shunaqa odamlar keladi, ani puli bor, ishi hozir hal bo'lishi kerak. Bu telefondan bu telefonga o'tkazdi. Hamma ishi misol uchun Telegramda, WeChatda, WhatsAppda, misol uchun chetlar bilan ham gaplashishga, mollarini yoki tijorati bilan shug'ullanishga, sim kartasini joyida chiqib ketish kerak. Yo, aka bir xil ishlaydi misol uchun elektronniy sim karta bo'lsa ham deb tushuntirganimizda. Lekin baribir bizda hali shunaqa qabul qilishmaydi. Shunaqa. Men kompaniyaga borib o'tiraman. Yo, даже qabul qilmaslik qilmaydigan mijozlar u alohida misol uchun. Bitta alohida tema, alohida toifa. U joyida misol uchun telefonni olgandan keyin ishlatib ketishim kerak deganaqa bor. Ish to'xtab qoladi odamning. Odamga telefon zarurati yuqori. Shunaqa odamlarni bilaman. Dannisi ichidagi dannisi telefondan bir 10, 15, 50, 100 barobar ham qimmatroq turadi-da. Ichidagi dannilari shunaqa turadi. Ko'p eshitganman bu narsani. Shunaqa. Shu anaqaga kelib, misol uchun Amerika region oladiganlar ham misol uchun sim kartali bormi deydigan anaqa yo'q. Bozorda misol uchun shu narsalar ishlatilishni boshladi. Regionlarga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar Koreyada zuk bilan oladi. Koreya qanaqadir yomon yoki Xitoy yoki degan narsa. Rasmga zuk bilan oladimi? Rasmga zuk bilan. Xullas, ularda siyosatiga shunaqa. O'zi hammasi, misol uchun iPhone ni korobkasini ko'rgan bo'lsangiz, orqasida Designed by Apple California, assembled in China deb yoziladi. Ya'ni mahsulot o'zi Amerikaniki, lekin Xitoyda misol uchun производство yig'ilinadi, производство bo'ladi. Nimaga desanglar, u yoqda ishchi kuchi arzonroq bo'lgan hisobiga, даже mana 2022-yildan boshlab o'zi plan qilishgan edi. Hindistonda zavod qurib anaqa qilishi, lekin o'sha yerda ham chiqyapti. Men даже ko'rdim 2024-yil edi, 2023 oxiri edi. Telefonda orqasiga o'sha China deb yozilmaganda India deb yozilingan. iPhone'da. Men shunaqa postavkalarni ham ko'rdim, misol uchun. Chiqqanda, demak qanchadir miqdorda. Shunaqa chiqqan. Bizani bozorda ham sotilyapti. Kam miqdorda-yu, lekin sotilyapti. Men o'ylayman, asosan o'zi bugungi kunda Dubayda sotilyapti yoki o'sha bor demak. Hindistonda o'zida ham talab bor. Demak chiqqan. Shu joyda so'rab ketdik, mana regionlar haqida gapirdik-ku. O'zi farqi bormi, yo'qmi? Misol uchun ko'pchilik amerikanskiy region so'raydi, o'zi pluslari bormi? Aytganingizdek, o'zi o'sha o'zini anaqasiga moslab chiqaradi o'zi aslida. Shu mamlakatga moslab chiqaradi, lekin yaxshiroq yomonroq degan narsasi bormi, yo'qmi? Hop, yaxshiroq yomonroq degan narsasi agar o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'tadigan bo'lsam, men yo'q. Lekin misol uchun hammasi Xitoyda chiqadi. Prosta har bitta davlat o'zini qonunchiligidan, siyosatidan kelib chiqqan holda talab takliflar qo'yiladi. Bu telefon menga mana shunaqa bo'lsin, sim kartali bo'lsin yoki eSIM bo'lsin deb. Lekin общий umumiy parametrini baribir ham telefonni o'zgartirib bo'lmaydi. Unaqa talab qo'ya olmaydi misol uchun. Aytolmaydi, misol uchun O'zbekistonga допустим 4 ta kamerali. Da, 4 ta kamerali. 5000 amperli qilib berdi. Yoki mana misol uchun bunaqa Dubayga
protsessorni sal yaxshiroq qilib ber yoki kuchliroq ishlaydigan qilib ber deb. U уже как u narsani agar xalq yoki foydalanuvchilar biladigan bo'lsa, Apple sudga bersa, shunaqa katta yo'qotish bo'ladi deb o'ylayman-da. To'g'ri. Mana shu 15 ga kelib, o'rtoqlar shu eSIM ishlatadiganlarning soni ko'paydi. Amerika oladiganlar. Oladigani lekin baribir ham hali ham Amerika oladi. Hali ham oladi Amerika. Lekin deb o'ylayman, mana shu o'sha SIM, eSIM degan so'z ishlatilishni boshlagandan keyin ko'pchilik Amerika regionidan voz kechib SIM kartaliga sekin moslashyapti odamlar. Shunaqa. Zo'r. O'rtoqlar, bizda endi oxirgi iPhone'imiz iPhone 16 Pro Max olgan. Pro'ni o'zi Pro aytganimizda endi 7 oy bo'ldi. Sentyabr oyida taqdim qilingan bo'lsa, mana martga kelib endi 7 oy bo'ldi bu telefonga. Hali mana boya aytdingiz o'zingiz, ani 10 yoki 15 dan atrofida sikldagi zaryadlangan iPhone'lar hozir unaqa bir ko'p ishlatilganlar yo'q do'st. Sotilayotganlar. To'g'ri, hisobiga ham ko'p farq qilmaydi. Shunaqa, chunki hali yengida 1 yil ham bo'lmadi bu telefonga. Kimdandir qo'ldan olmoqchi bo'lsangiz ham, ya'ni ikkinchi qo'l bo'lib olmoqchi bo'lsangiz ham, deyarli yangisini olasiz. Unaqa ko'p ishlatilgan iPhone 16 hozir o'zi yo'q hali. Xo'p, bu Bionic 18 edi ismasami? Protsessor bilan chiqqan. 18 Pro. 18 Pro bilan chiqdi. Bunga uni yengillik qilishdi, ham joyiga mana bu narsani Action nima edi nomi? Kamera kontrol qo'shildi bunga. Action button bilan adashtirdim, joyiga bosib rasmga olsanglar bo'ladi. Endi ani Bыстрее доступ bo'lsa shunaqa. Endi kamera uchun. Hozir ko'pchilik endi iPhone'ni o'zi videoga olish, mobilografiya rivojlanayotgandan keyin ko'pchilik videoga olish maqsadida ham ishlatyapti. Shu narsalarni Apple hisobga olib bu narsani qo'shdi. Lekin unaqa bir katta o'zgarish yo'q deb o'ylayman menimcha. iPhone 15 bilan boya aytdingiz, mana o'zimda zarurat yo'q do'st. Men ham o'yladim o'zi 15 yoki 16 o'rtasidagi farqi nima deb o'yladim. Deyarli unaqa katta farqini topolmadim. Deyarli bir xil. Endi narxlari to'g'ri farq qiladi. Bu holati ancha yengil. Olmoqchi bo'lsangiz yangisini bemalol sotib olsangiz bo'ladi. O'zi qanaqa bozorda iPhone 16 olishyaptimi yoki hali ham 15 dan odamlar? Xo'p, hali ham olishyapti. Ya'ni boshidan tushuntirib beradigan bo'lsam, 16 lar to'g'risida juda ham maqtab sotgimiz kelgan bo'lgan telefonlardan bittasi edi. Lekin unaqa bo'lmadi. Unaqa bo'lmadi, chunki bu rang 12 Pro emas-ku, lekin 11 Pro Max da bor edi. Eski ranglarga yaqinroq qilib chiqardi, o'tkazardi. Desert Titanium qumrang deb atalindi, ular nomlandi. To'g'ri, chiroyli, lekin o'g'il bolalar ishlatishiga misol uchun, o'zim shaxsan misol uchun Desert ishlatgan bo'larmidim yoki bo'lmasmidim. Agar trenddan orqada qolmoqchi bo'lsam, menda 16 ligini stol ustiga qo'yib kimgadir bildirmoqchi bo'lmasam, agar misol uchun men bu rangni olmas edim. Men yo natural yoki oq yoki shu white titanium olgan bo'lardim misol uchun. Hozirgi ishlatadigan telefonim ham o'zi white titanium, oq. 16 ni o'ziga keladigan bo'lsak, o'zgarish bu yerda o'sha haliga aytib o'tganingizdek Bыстрый доступ kamerada kamerasidagi keyin o'zgarishda 120 ga oshganligi to'g'risida har bitta kadrda to'g'ri misol uchun farqi bor kamerada, batareykasida ham farqi bor, millimetrga chetidagi ramkalari kichkinlashganligida. To'g'ri. Endi misol ichiga kirsa, ya'ni shuni intellektlarni ham qo'shib qo'yadi Apple, lekin umumiy olib aytganda hali baribir juda ham ko'pchilik massiv auditoriya bu narsadan to'liq foydalanib ishlatayotgani o'zi ham yo'q hali bizda. Darabotka qiladigan joyi bor. Hali qo'shadigan narsalar o'zi juda ko'p. Shuning uchun menimcha, men o'ylayman 15 Pro bilan iPhone 16 Pro'ni solishtirganda katta farq sezmaysiz. Apple o'zi yildan yilga unaqa katta o'zgarishlar ham kiritmayapti. Ozgina nimadir qo'shib qo'yapti bo'ldi. Xo'p, narxlar qanaqa bo'lyapti Nozim aka? Narxlar tushdimi yoki o'sha? Xo'p, narxlardan oldin budjet bo'yicha misol uchun 15 Pro mi, 16 Pro mi? Nimani tanlagan bo'lardi? O'shani yoritib o'tib ketaylik. Menimcha ko'pchiligiga foydali bo'ladi. O'rtoqlar, agar sizlar yangi telefonni olmoqchi bo'lsangiz, chunki ikki xil toifali odamlar bo'ladi. Bittasini ko'ngli tortadi, ozgina ishlatilingan bo'lsa ham, dama ozgina ishlatilingan bo'lsa, o'rtasidagi farqi yaxshi bo'lsa, ishlatilingan o'raman deydigan. Ikkinchi odam shu 1-2 marta aldangan bo'ladi, xatuni uflab ichadigan bo'ladi. Ular yo'q, bir $300 raznica qilib bersa, faqat nastavить qilishadi, yangi telefon olaman deydi. Shuni hisobiga agar budjetingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, faqat sizlar yangi telefon olmoqchi bo'lsanglar, 15 Pro bilan 16 Pro ni o'rtasida tanlayotgan bo'lsanglar, 16 olinglar. Nimaga deydigan bo'lsanglar, birinchisi o'rtasidagi narxidagi farqi o'zi.
Katta farqi yo'q. Katta farqi yo'q уже bugungi kunda. Da, misol uchun agar bu tavsiyani где-то dekabr, yanvar oyida so'rab, o'sha paytdagi vaqtlarda nima qilsak bo'ladi degan savol bo'lsa, u payt уже 15 Pro olgan yaxshi edi. Chunki 16 Pro u paytda qimmat edi. O'rtasidagi farqi 250-300 $. edi. Bugungi kunda $100, $80 farq qilishi mumkin. Shuni hisobiga 16 yaxshiroq deb o'ylayman, zo'r tanlov bo'ladi. Agar 15 Pro Max yangisini olmoqchiman desanglar, yo'q. Unda уже o'rtasidagi farqi katta bo'lganini hisobiga zo'r holatdagi ishlatilinganini ham ko'rib oqinglar. Men olinglar deb tavsiya bermayman. Ko'rib oqinglar, chunki $1100-1150 yengisi turadigan bo'lsa 15 Pro Max batareyasi 100% ligini bugungi kunda $900 sotamiz. Ana gap bor, misol uchun qanchadir Spark olsangiz, ozgina qo'shib jentira olmayapsan deydi. Bizda ham shunaqa-da, misol uchun hozir 900 mi qancha Proda? 15 Proda narxi? 15 Pro Max'lar mana $900 da, batareyasi agar 100 bo'lsa, o'sha yengidek bo'lsa demoqchiman. Misol uchun sizda 900 bo'lsa, 100 qo'shib 16 ga ola endi degandek-da. Shunaqa. To'g'ri. Har holda yangi telefon. Xo'p, shu agar meni tavsiya berish kerak bo'lsa yoki shaxsiy fikrimmi yoki mijozlardan chetdan kuzataman, mijozlar nima qilishyapti deydigan bo'lsam, da ko'pchilik 16 otdi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Bo'lib to'lashda qanaqa holatlar bo'ladi deydigan bo'lsa, bo'lib to'lashda o'zi sirazi o'ylamasdan 16 olish kerak. Nimaga deng? Nimaga? Misol uchun 15 Pro Max ham, 16 Pro Max ham ustiga foyda qo'yiladi ma'lum miqdorda bo'lib to'lashga otganda, to'g'ri? To'g'ri. Lekin oxirida bo'lib to'lashga olgan odam 16 bilan qolgani yaxshiroq. Ha. Oylik to'lov misol uchun, lekin $10 yo $15 farq qilishi mumkin-da. To'g'ri. Chunki uni qanchadir vaqtda to'lab bo'lgandan keyin iPhone'lar yangilanib ketadi orada, qo'ldagisi sal eski bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa. Yo, men endi 16 ham ishlatib ko'rmoqchiman deydigan fikr bo'lib qoladigan bo'lsa, u ziyoniga sotilinib, keyin yana pul qo'shib, yana 16 ga o't, xullas, yana rasxod bo'ladi. To'g'ri. O'rtasidagi $100, $150 farq yoki $80 farqini cho'nchakdan bittada chiqarib berayotganda ko'zga ko'rinishi mumkin. Lekin bo'lib to'lashga otgan paytda $10 dan farq qiladigan bo'lsa, lutchi 16 bilan qolgan yaxshiroq deb o'ylayman-da. To'g'ri. Xo'p, eslatib o'tib ketsak bo'lardi. Protochkada bo'lib to'lashga ham iPhone'larni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, men aytmoqchi bo'lgan bu o'zi bitta narsam bor edi. Boshida aytmoqchi edim, keyin yopsak bo'ladi. Bu YouTube'ni misol uchun yo'lga qo'yishdan o'zi maqsad nima? Ya'ni maqsad bor bu yoqda. Biz misol uchun bu brendlarning asoschisi emasmiz. To'g'ri. Bizani tochkamiz misol uchun Pro Tochka eng zo'r texnikalar yig'ilingan bitta joy, ya'ni jamlanmasi desa ham bo'ladi. Showroom pozitsiyasida faoliyat olib boramiz. Bu yog'iga qilinadigan obzorlar misol uchun plusi bo'lsa, plusini aytamiz, tovarda minusi bo'lsa, minusini aytamiz. Boricha. Da, boricha. Qanday bo'lsa shundoq. To'g'ri. Bizni yomonlab tashlasak, misol uchun u narsa sotilmaydi degan misol uchun fikr yo'q. Baribirga ham определённый menga mana shu pozitsiyada men ishim uchun mana shu narsa to'g'ri kelar ekan degan mijozlar topilinadi demoqchiman. To'g'ri. Ana minusi bo'lgan taqdirda ham u tovarda. Lekin olayotgan YouTube'da bizani kuzatayotgan odamlarga shu narsani olgan bo'larmidi yoki olmagan bo'larmidi? Yoki misol uchun telefondan yangisini ochdingiz, qaytib sotmoqchisiz, $100-150 farq qiladi. Balkim shu $100-150 dan qutqarib qolarmiz degan fikr bor-da. Ya'ni tanlash imkoni yoki ma'lumotlar shu darajada zo'r bo'ladigan bo'lsa, odamda tanlash imkoni o'zi osonlashadi-da. To'g'ri. Buni olganim yaxshimidi yoki yaxshi emasmidi degan o'zi qarorlarni bemalol qabul qila oladi deb o'ylayman. Bu yog'iga aytib o'tadigan, ko'rsatib boradigan kontentlarimizda pluslarini ham, minuslarini ham sotilsa, sotilmasa shundoq qoralash kerak bo'lsa, qoralab tashlaymiz, yaxshilash kerak bo'lsa, yaxshilaymiz, o'zimizning fikrimizni aytish kerak bo'lsa, o'zimizning fikrimizni aytib o'tamiz. Agar sizga ham misol uchun yaxshi telefonlar yoki sifatli texnikalarni olmoqchi bo'lsangiz, bemalol Protochkaga kelsangiz bo'ladi. Hamma yo'qni solishtirgan holda xohlasangiz yoki narxlarni, hamma narsasini ko'rgan holda biz eng yaxshi servisni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Xuddi Odil aytib o'tgandek-ki, keyingi videoda nimalarni aytib berishimizni yoki qaysi texnikani plusini yoki minusini aytib berishimizni xohlardinglar, tanlash imkoni hali aytib o'tganimdek osonlashishi uchun siz bilan ham xudo xolasa Tochkada ko'rishamiz. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.